Assalomu alaykum muslimalarim. Turmushga chiqish arafasida turgan yoki yaqindagina turmushga chiqqan muslimalarim, bu video aynan sizlar uchun. Lag'mon tayyorlashni bilmaydiganlar bormi? Qani unda yaqinroq kelamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda mazali, to'yimli, hammaga birdek yoquvchi lag'mon taomini tayyorlaymiz. To'g'risini aytsam, bu ovqat meni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan biri. Onajonim o'rgatganlar. Hamma masalliqlarni artib, to'g'rab, videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda solib qovurib olamiz. Lag'monimiz uchun kerakli masalliqlar: piyoz, go'sht, sabzi, kartoshka, oq turub, oq karom, bulg'or qalampiri, chesnok, pomidor solish esingizdan chiqmasin. Zira, kashnich, priprava, zvyozdochka lag'monimizga o'zgacha ta'm beradi. Men masalliqlarni ko'proq solganman. O'zingizlarni oilalarga moslab sovorasizlar. Hamma masalliqlarni yaxshilab qovurib, suv solib qaynatib qo'yasizlar. Lag'monimizga o'zgacha ta'm beradigan xamirini ham boshlab olamiz. Lag'monni xamiri qattiq bo'lishi kerak. Bitta tuxum qo'shib yuborsangiz, xamiringlar qattiqqina bo'lib dirkillab chiqadi. Xamir qattiq bo'lgani uchun turmush o'rtog'imni o'zlari mushlab berdilar. Chiroyli qilib o'zim yoyib oldim. Xamir yoyganingizdan keyin albatta 15 minut qoldiringlar, xamiringlar yaxshilab qotib oladi. Keyin bo'lsa, shu videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Sho'rtangina suvda pishirib oldim. O'zi ham bugungi lag'mon hammaga yoqdi. Mazza qilib, duo qilib yeb olishdi. Albatta sizlar ham